Salom chaqqonkalarim, bugun sizlarga konditorning orzusi va maqsadiga erishgan kuni haqida gapirib bermoqchiman. O'tirganinglarda internetda o'tirsam, wow effekti beradigan shu video chiqib qoldi deydi. Reelsdan turk konditori Emre Akay Toshkentga 3 kunlik master-klassga современный desertini o'rgatishga bizani konditorlarga kelayotgan ekanlar. Valiya dedim, как раз men xohlayotgan Konya Beachning shunaqangi go'zal va yeganda ham maza qiladigan desertlarni o'rgatayotgan ekanlar. Darsga keldim, shunaqa sho'ng'ib ketdim darsga qizlarjonlar. Bilasizlar, men juda ham konditorlik sohasini yaxshi ko'raman. Shunaqa darslarda aktiv bo'lib qatnashdim, hattoki o'zim ham qilib ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Ustozim menga ham yo'l ochib berdilar va o'zlari qarab turdilar. Juda ham zo'r ishlar qilganman. Mana hozir Reelsda ko'rsangiz, ajoyib yo'qlikka botirib olganman. Bu suyuqlik nomini esa kommentariyada yozib qoldiring, bilmaganlar bilib olsin qizlarjonlar. Xullas shu qizim narsani amallab qo'yib oldim. Keyin bo'lsa shunaqa fishkalarni ochib berdilar biz uchun. Men 9 yillik konditorlik olamidagi 3 yildan beri bilmagan eng zo'r life hacklarimni shu yerda o'rganib keldim desam ham bo'ladi. Inshaalloh yaqinda men ham offline kurs qilaman. Unda chiroyli qilib darsda o'tganimda u fishkalarni o'zimni o'quvchilarim va bo'lajak shogirdlarim bilan bo'lishga qaror qildim. Agarda hozirda siz musiqiy shirinliklar va ta'tlardan nimadir qiinalayotgan bo'lsa, bu videoni ko'proq konditor dugoningizga yuboring. Bunday shirinliklar bilan bo'layotgan muammongizni kommentariyada yozib qoldiring va men sizga javob beraman. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang.